3-chi bob. Aldi o'zgarish. Qashqarning Ovod kentida to'polon chiqdi. Qon to'kildi. Kichik mojro qon to'kilish burunmi bo'lib turadigan. Lekin bu do'ramqisi cho'ng ish bo'ldi. Ilgari yer egilari tarixchilarni o'ltirib qon oqqizadigan. Bu qitim yer egilarining qini oqdi. Vaqa mundoq bo'lgan edi. Qadimgi O'rdi kentining yaqinidagi Ovod kenti O'rdi xazinasi tekin og'ichining ilkidi edi. Ovod bir qancha kentlarni ichiga olgan bosh kent edi. Bosh kentda cho'ng yer egisi, boshqa kentlarda kichik yer egisi bor edi. Xazinachining boyligi ko'payib, uning ta'siri Ovoddan eshib, oymoqning xeyli kentlarga yetib bordi. Avvalgi cho'ng yer egisi xazinachi bo'lgandan keyin qadamma-qadam o'sib, huquqdimi, mansabdimi, boyliqdimi, dongliq ekitarlarning biriga aylandi. Mansabda bo'lsa, u boshqa ekitarlardan eshib tushadi. Xazinachining go'mashtisi Ovod kentining cho'ng yer egisi Poltobag, xazinachining egiligidagi 1,5 tuman patmonliq yer 1100 dan ortiq butun tarixchilarni boshqaradi. Ilgirki qo'llardan tarixchilarga aylangan bu jonlar dahshatli ezilishlarga chidamay qarshilik ko'rsatib turadi. Lekin bunda qarshiliklar yana namratlarning fojiasi bilan oyoqlashadi. Bu qitim cho'ng to'polon bo'ldi. Buningga boylarning beshi qatdi. Kashkuz. Qo'noq yig'ilayotgan chaq. Ovodning tövendiki kentida qo'noq o'rayotgan, qo'noq beshi o'zayotgan va xamonga bosh to'shayotgan namrat tarixchilar mag'dursiz amgak qilmoqda. Ishtonchoq, qoritallik odamlar so'rab ketib borgan harvlarning yog'siz choqidan chiqqan chirqiroq ovoz jonga tegdi. Xamondan anglangan mungluq loy-loy ovozi qovjirg'on tallarga suv sapgandek orom berdi. Ana, ishtonchoq, chor soqolliq bir tarixchi qo'noq beshi bosgan harvini so'rab ketib bordi. U har qadamini ming bolaliqda yo'tkab, tishlarini mahkam besib mangmoqda. So'ngaklarga yepishib turgan terilaridan tapchib eqiyotgan tarni suritishga majoli yo'q. Bosh ko'zida oylinib yurgan kaltak uni undoq qilishga yo'l qo'ymaydi. Kishilar uningga qarab ich og'ritib, urdi. Soqol burdi hamda xat tortgan qovul bir yigit o'rg'iqining sepini mahkam siqib, tishlarini g'uchirlatib, dadasining chekayotgan bu azobiga chidamay, ko'zlaridan yosh to'kdi. U o'rg'oqni qo'noq shoxlariga shunda g'azab bilan urdi-ki, shu topda u yo'g'on qo'rsoqlarining kallasini mushundoq kaskisi keladi. Aslida dadasi og'rib qolganiga 3 oycha bo'lgan edi. U qo'rsiqi og'rib, kechalari ko'z yummay tongni otqizatdi. Avvallari umoch aron seng'atdi. Endi sonimi yondirdigan bo'lib qoldi. Yigit dadasining og'rib qolganligini aytib, ruxsat so'rab, dadasining ishini qo'shlab qilishni aytdi. Lekin unashmadi. Balki tagiya tutib yotgan bovayni kaltaklab qo'g'lab chiqib, ishq soldi. Bugun mana 3 kun bo'ldi. Bu bechora oshundoq azob chekmaydi. Buningga jon jigar o'g'li qandoqmi chidiy olsin? Qandoq kun bu? deb o'ylaydi yigit.
Şu yoğan qorsaqlarının beşini ilip, öylerge ot qoysam, asmandan çaqmaq düşüp hemmisini kül qılıverse, yer yerilip, bu qanxorlarını yutuverse, neme degen dahshatli kunlar bu. Jinimdan aziz dadamning o'lim girdobida engravotganligini ko'rib turishqa qandoqmi chidaysan? Voy, odam o'ldi! degan ovoz anglandi. Yigit qarg'udek bo'lsa, bir kaltakchi yerda do'milab yotgan dadisini tepib, dassab do'miltib etibdi. U qandoqchi borganligini o'zimi bilmay qoldi. Beripla kaltakchining yoqsidan ilib, quloq tuviga g'azab bilan bir muz soldi. Kaltakchi tikmuloq etib, og'zi burnidan qon ketdi. Yigit, "Voy dada, jinim dada!" deb dadisining ustiga o'zini otdi. Lekin dadisidan ovoz chiqmaydi. Bosh ko'zlari yeroq, og'zidan qon eqib turgan bechora bovoy oram olgandek ko'zlari ochiq, tinch yotadi. U bu zulm dunyosi bilan kaltak ostida vidolashgan edi. Uning ko'zining ochiq qolganligi shu azob o'tlari ichida qolgan yolg'iz o'g'lining armoni bo'lsa kerak. Toplangan tarixchilar ko'z yosh qilishdi. Yigit ko'z yoshlarini surtib das qopdi. Berib, yerda voy-voylab yotgan kaltakchini yoqsidan tutib turg'izib, qahri bilan yana burmush soldi. Kaltakchi qaytadan yerga do'maladi. Keyin o'milab qopib qochdi. Yigit harvining taqoq kaltakini so'g'rib ilib, oqsoqlab ketib borgan kaltakchining beshiga shunda g'azab bilan urdiki, uning mengisi cho'vulib, un chiqarolmay yetib qoldi. Yigit ko'ksini to'ldirib, yo'g'on bir nafas oldi. U puxodan chiqqan edi. Yigit yinib kelib, "Mana, o'chingni oldim jinim dada!" degandek, dadisining jasti oldida yuginib bosh egdi. Bir yashangan tarixchi bovoyning qapoqlarini uvlab, ko'zlarini yumg'izib qo'ydi. Atrofda g'ulug'li qo'zg'aldi. Poltibagning kaltakchilari tipirlab qilishdi. Tarixchilarga andishi tushdi. Ba'zilari beshini ichiga tiqib, asta ketib qoldi. Qanday qilish kerak? Qo'l yondirganlar dorg'i esiladigan tursa, Poltibag bir odamining o'lginiga qarab turmasligini tarixchilar biladi. Degandeklar, 10ga yaqin kaltakchilar bilaklarini shimoylab, kaltaklarini egiz ko'tarib kelmoqda edi. Yigit kaltakchilarga qarg'inicha qonliq kaltakni qattiq siqimlab oldi va asta qopib, yo'g'on desab, kaltakchilar tarafga mangdi. U endi hech nimadan qo'rqmaydi. Qo'rqsimi, qo'rqmasimi o'ladiganligini biladi. Tallari qoraygan, yo'g'on gavdalik bu yigitni qandoqdir bir ko'rinmas kuch madad berib, oldiga ishtirib ketib borgandek qiladi. "Kela, qonxo'rlar, endi qo'rqmayman. Dadamning, dodilarning, onalar, bolalarning o'chini olaman", deb o'ylaydi u ichida. Tarixchilar bir-biriga qarashdi. Oq soqollari chochlari bilan qo'shilib, gajga maydilarini yopgan bir bovoy qo'lidagi o'rg'ig'ini ko'tarib, gap so'zsizla yigitning orqasidan mangdi. Qolgan tarixchilarning xeyli bir qismi o'rg'oq kaltaklarini ko'tarib, ixtiyorsiz holda bovoyning orqasidan mangdi.
Yigit yaqin borganda, uning dahshatli qiyofatidan kaltakchilar aloqzodi bo'lib to'xtab qolishdi. Keyin ikki kaltakchi uni urmoqchi bo'lib kelgan edi. Yigitning kaltak zarbasi bilan ikkisi ikki yoqqa yiqildi. Orqadagi kaltakchilar shu hamon yigitni o'rib oldi. Lekin damonliqqa uningga yaqin kelolmadi. Ongacha qolgan tariqchilar yetib kelishdi. Kaltakchilar ishning chatoqligini ko'rib, g'ippida tikib o'tmoqchi bo'layotganda, tariqchilar kaltakchilarga hujum qilib, yana ikkisini yiqitdi. Qolganlari bosh ko'zlarini changallab, kaltaklarini so'rab tikib o'tdi. Ish yomoniga aylandi. Poltibek kuch ishlatdi. Endi qanday qilish kerak? Qo'rqmanglar, dedi buvay tariqchilarning andishli qiyofatiga bir qarab chiqqandan keyin. Endi pichoq so'ngakka yetdi. Ana qaranglar. Biz yolg'iz emas. Qarindoshlar bizga ko'maklish uchun kelmoqda. Bu atrofdan ori o'rg'oqlarini ko'tarib kelayotgan tariqchilarni ko'rsatdi. Buvay hayajon bilan ularga qarab turdi va so'zini davom qildi. Jondan to'ydik. Yo o'lim, yo ko'rim. Tariqchilar to'pi ulg'ayiverdi. Buvayning g'azabli titrab chiqqan ovozi ularni jonlantirib etdi. Yurt mo'tiviri bu dono buvayga tariqchilar ixlos qiladi. Burundulla uning so'zidan chiqmaydi. Uni hurmatlab bova deb otishadi. Bova rostaydi. Qonga qon, jonga jon olayli. deb vorqirdi. Amdi yetib kelgan qora soqolliq, yirtiq kiyimlik bir tariqchi. Jondan to'ydik. Bundaq yashashdan o'lgan yaxshi. deb vorqirdi. Beshini yog'liq bilan ching bog'lab olgan o'ttir yoshliq, qomatlik bir ayol qo'lidagi o'rg'oqni polonglatib. Atrofdan Qonga qon, jonga jon degan ovoz ko'tarildi. Buvay yo'l boshladi. 4-500 er ayol tariqchilar to'pi to'zitib buvayning orqasidan mangdi. Ular Poltibekning uyiga qarab ketib bormoqda edi. Tariqchilar to'pi shiddat bilan besib kelayotgan daryo toshqiniga o'xshaydi. Bu qudratli toshqin birdamning ichida butkul kentni titirtib etdi. Poltibekning ishkiga kelganda oldilarini to'sqan nayzi qilishlik yerlik chiriklar ularni to'xtata olmadi. Elishish boshlandi. Tariqchilar o'ylig'i besib kirdi. Uzoq o'tmay tariqchilar chiriklarni yengib, qurollarini qo'lga oldi. 50-60 chirikdan 10-15i o'ldi. 20si bog'lib ilindi. 10-nachisi qurollarini tashlab, yovudoq otga minib qochdi. Tariqchilardan 5 kishi o'ldi. 9 kishi yarador bo'ldi. Tariqchilar ko'paydi. Bir munsi otliq, qurolliq bo'ldi. G'azablik odam to'lqini davolg'ib ulg'aymoqda edi. Qonga qon, joniga jon deb varqirg'inicha tariqchilar bey ho'ylisining qovuqidan sig'may, egiz tomlardan otlab ho'yli ichiga oqmoqda edi. Ular eshik panjirlardan uylarga etilmoqda edi. Xotin bolalarni o'ltirmanglar. Narsa kerak bo'lashqa bo'lmaydi. deb tovlaydi buvay peshayvonga chiqib. Tariqchilar shunday qildi. Ular buvayning so'zini farmondek ijro qiladi. 4-500 nayzilik tariqchi ishkirsidan bir qancha ayol va bolalarni haydab chiqib, o'ylining chetidagi bir eski uyga solab qo'ydi. Ishga darhol qaroqchi qo'yildi.
Bovayning buyrug'i bilan orqa hovlidagi ochliq ombirig'imi qarilchi qo'yildi. Bovay tayinlagan 5-6 kishi olomonga boshchilik qiladi. Kun qayrilib, kech peshin bo'lganda, Poltubek 200 ga yaqin muntazam cherik boshlab keldi. Bu cheriklar xazinachining boshqa kentlardagi qo'g'dug'uvchilari edi. Uzun, qora burutliq, qilich osqon, qalqonliq birsi cheriklarni boshlab oldida sap tortib keladi. Poltubek sapning orqasida qilichini egiz ko'tarib otliq keladi. Ko'ni cherik, tajribalik bovay tariqchilarni 3 qismga bo'lib, boshliqlarini tayinlab, bir qismini o'ylaga, 2 qismini o'ylining teshig'a, 2 yoqdagi tom kayniga joylashtirib qo'yib, rastlanib turdi. Cheriklar nayza qilichlarini egiz ko'tarib, chopson ilgirladi. Keyin heliqi burutliqning orqasidan urra deb tovlab yugurdi. Ular o'ylining orqa temig'i yamashqanda, tariqchilar o'ylidan sakrab chiqib elishib ketdi. Qilich, qalqon ovozlari, varqirg'on ovozlar ko'tarildi. Poltubek yiroqroqda ot ustida turib, qilichini shiltib, bir nimalarni deb varqiraydi. Ha deganda tariqchilardan chiqim jiqroq bo'lib ketdi. Keyin bovayning sharti bilan 2 yoqdagi tom orqasidagi tariqchilar yugurib keldi. Ular aloqzoda bo'lib qolgan cheriklarga 2 yondan hujum qildi. Urush qaynab ketdi. Tariqchilar qoralg'i ega bo'ldi. Yosh tariqchilar ajoyib g'ayrat bilan urushatdi. Yaydoq ot minib olgan qovul yigit yo'g'on bir qilich bilan birini o'ldirib, birini yiqitdi. Oxiri cheriklar chidoshib berolmay chekindi. Yigit cheriklar orasidan Poltubekni izlaydi. Keyin uning etini orqasiga burab qochqinini, orliqning yiroqligini ko'rib qoldi-da, "Attam" deb qo'lini tishladi. Qo'lga tushgan cheriklar bir omborga qamab qo'yildi. Qorong'i tushay deb qoldi. Kent ichida to'polon. Tariqchilar heligicha ansiz edi. O'ylada o'ri to'pi yurgan tariqchilar uydan chiqqan bovayni ko'rib, uning oldiga to'plandi. Uningga xilma-xil fikr va savollar yig'ib ketdi. Bovay, sizga qiling. Endi qanday qilg'uloq? Qanxo'r begning peshini ilish kerak edi. Uni qo'g'lamaymizmi? Uy voqini, ochliqni bo'lishib yurish kerak edi. O'ylab ish qilayli, og'illar. dedi peshayvon to'rikiga yulinib, gap qilmay beshini silib o'ltirgan qari soqolliq yoshroq tariqchi qopib. O'ltirish, bo'lib olish oson, lekin cheriklarga tankilish oson emas. Ular qarab o'ltirdi demsizlar. Bo'ladigan ish bo'ldi. Boshqa kelganni ko'ramiz. deb varqirdi yana birsi to'p ishchidan. Canğı can, qanğı qan alımız. Toydoq bundaq candan. Bununun ko'ra o'ltirib o'lga yaxshi. dedi kiyimlari titilib ketgan, yuz qo'llari qon bir yigit qo'lidagi qonliq qilichni polonglatib. Bo'ladigan ish bo'ldi. Qilg'uluqni qilib qo'ydik, dedi bovay oxirida solmoq ovoz bilan. Bu bizning maylimiz emas. Oshi boshkesarlar o'zi qildirdi. Endi qanday qilish kerak? O'ltirib olg'ili, bilib olg'ili bo'ladi. Biroq buning bilan ish bitmaydi. Ular rost sizlar degandek qarab yotmaydi. Bovay bir pas o'ylab so'zini davom qildi. Bizmi qarab yotmaydi. Biri shaharga odam choptirib, ilik ustozni tepish kerak.
u kishi bizning holimizni biladi. Yo'l ko'rsatdi. Yana biri kecha kent berib, qadashlarni qo'zg'aydi. Kuchimiz ulg'aysa, baglarmi oqibatini o'ylashidi. Yana biri qo'g'dini shaqqidimi, kalli qatiraydi. Ular kecha cherik ilib chiqib kelishi mumkin. Xotinlar, bolalar, bovaylardan boshqa hech kim uyiga ketmasin. Yigitlar to'rtga bo'linib, mushu turgan joyimizni va kentimizni saqlaydi. To'g'ri gap. Qarab o'ltirsang, beshing ketidi. Bovayning deginni qilamiz. İlik ustozga boyiqi qari soqolliq tariqchi avatildi. Atrof kentlarga odam mong'uzib, rat-reti bilan o'ylig'i tizilgan nayzi qilishliq, kaltak o'rg'oqliq tariqchilar to'rtga bo'linib, kentni qo'g'dashga mangdirildi. Buvay bir qism tariqchilar bilan o'ylida qoldi. Atsi tong itishi bilan boshqa kentlarmi qo'zg'aldi. Yezlarni olomonning cho'qollari qapladi. Tariqchilar g'azabga kelgan edi. Bey to'rlarning qoshqini qochdi. Qoldisi jojisini yedi. Beylarmi kecha uxlamadi. Poltibek boshqa beylar bilan birga g'alyonchilarga taqobil turishning chorasini maslahatlashdi. Kentlardagi yer egalarining o'ylisini saqlaydigan oila chiriklarini to'pladi. Shaharga tekin og'ichiga kishi choptirib, yuqoridan umid kutdi. Xazinachi tekin og'ichi cho'qim chirik boshlab o'zi keladi deb o'ylashgan edi. Texichi xabar yo'q. Kentlardan g'azabga kelgan isyonchi tariqchilar o'mlishib ulg'aymoqda. U butkul oymoqqa yomrab ketsa, tugugining shu. Qarab turishga bo'lmaydi. Oldini ilish kerak. Tush bo'lay deganda 300 dan ortiq chirikni boshlab Poltibek o'z kentiga yurish qilib keldi. Yana 2 to'p chirik boshqa kentlarning oldini to'sib turdi. Ularning plani avval g'olni so'ndirib, ondan shoxlarini chatash edi. Nayza qilichlarini boshlaridan egiz ko'tarib olgan chiriklar sap tortib, cho'ng qadamlar bilan kentga qarab kelmoqda. Poltibek xuddi dunyoni ostin-ustin qiladigandek alpozida sapning oldida qilichini yalangdab, otliq kelatdi. Oldida keng sap tortib, maydilarini kerib turgan mingdan ortiq tariqchilar qo'shiniga yaqinlashgancha, Poltibekning chiroyi sarg'ayib, qo'llari titrashga boshladi. U chiriklarga olg'o deb varqirab qo'yib, osta sapning orqasida qoldi. U chiriklarning qadimi ostilab qolganligini sezib cho'chidi. Rost emasmi? Ular o'z qarindoshlariga qandoqmi qilish ursin? Orqasiga yenib qilish urmag'iydi teg'i. Poltibek bir chirik boshini qishqirib, chiriklarni to'xtatishga buyruq qildi. Chiriklar sepi nayzlarini oldiga tuz tanglab to'xtadi. Qarshi hujumga tayyorlangan tariqchilarmi to'xtab qoldi. Tig'mi-tig' turgan ikki sap, ha desa etiladigandak tayyor turishadi. Yiroqdan varqirgan ovoz kishilarni cho'chitibdi. Hammaydan shu yoqqa qarashdi. "Hoy, hoy! Urushmanglar! deb varqirab, ordu qaroqchilarining yuzboshi shahar tarafdan ot chepib keladi. Yuzboshi etini choptirgan bo'yi avval tariqchilar sepiga kelib, cho'ng ovoz bilan varqirdi. "Urushmanglar! Ordubeklar kelyapti!" U ondan chiriklar sepiga berib, oshundoq varqirdi. Ongacha shahar yo'li tarafdan ko'tarilgan chong ko'rindi. Hammaylan shu yoqqa tikiladi. Bir to'p otliqlar yiqillab keldi.
40-50 otliq cheriklar oldida ko'lik otlarga mingan ilik ustoz, xazinichi tekin og'ichi va o'rdi qoruqboshi qilish keladi. Xazinichining chiroylari sarg'aygan, kayfiyati andishilik edi. Qilish jiddiy holda ikki sapga qarab keladi. Ilik ustoz bo'lsa, ot ustida tamkin o'ltirib, tariqchilar sepiga jiqroq nazar soladi. Uning siyoqidan bilinar-bilinmas kulimsirash sezilib turadi. Ular ikki sapning beshiga yaqin kelib to'xtadi. Ilik o'lchi odam avatib bovoyni va poltubagni qisqartib keldi. Qilich tutgan bovoy 2 nafar nayzilik yigitni agashtirib otliq keldi. Bovoy ilik ustozga hurmat bilan salom qildi. Xazinichi uni ko'ribla ta'tur qarab oldi. "Sen teqi bizga o'miyamsan? Mol egisidan o'g'ri kishkanda?" dedi bovoy qizib. Aman bova, dedi ilik muloyim ovoz bilan. Boshqalarni baqqan namratlar hammadan kuchlik. Savar qiling. Poltubagmo 2 qilichliq cherikni agashtirib yetib keldi. U xazinichining chiroyining sarg'ayib ketganligini ko'rib, cho'chib, kolpiklari midirlab, yig'lab tashlag'ili tas qoldi. Boshqalar bo'lmaganda u xo'jayinni quchoqlab, hurkirab yig'laganmi bo'ladi. U xazinichi cho'qim cherik avatib, tariqchilarni bostirudi deb kutgan edi. Undaq bo'lmay chiqdi. Xazinichi yana kelib ilik va qilich bilan chiqibdi. Nemishqa uning siyoqi yomon. Bir gap bor. U ilik bilan so'g'uqqini salomlashib qaynab ketdi. O'rdi baglarimdan chiqqan obdan bo'ldi. Mani qarimamdigan kanitlarni to'plan qoplab ketdi. O'ltirish, bulash. Osh atqanga tosh at degan mushu emasmi? Bu abgalarning jajisini bir berib qo'ymay bo'lmaydi. "Tilingni tortib gap qil, bay", dedi bovoy salmoqlik bilan. "Kim kimga tosh otdi? Otam zamonidan tortib, sen bay to'rilarni beqib kelayotgan kim? Qul tariqchilar emasmi? Ularni ezib, setib, o'ltirib, qirib, esib, eshak o'rnida xo'rlayotgan kim? Sen tayyortab qonxo'r emasmi? Ya'ni sen bizga osh otgan, biz sana tosh otgan bo'ldikmi? Tunugun bekor bir buvoyni o'ltirib etishdan. Uning gunohi nima edi, ha? Bizga tirikchilik yo'li yo'q. Pichoq so'ngaki yetdi. Endi chidab tura olmaymiz. Ya o'lim, ya ko'rim deganimizning sababi shu. Bovoy borg'oncha qizib so'zladi. Uning haqqoniy so'zi xazinichi bilan bakka xanjardek sonjilib qiynaydi. Ular yer ostidan ho'miyib bovoyga qaraydi. Ilik ustoz bo'lsa, bovoyning so'ziga qoyil bo'lib kulimsiraydi. U so'zlashga umtilayotgan poltubagning so'zini kesdi. Haqsiz. Osh otqich kim, tosh otqich kim? Bu elgi aniq ayon. Hozir talishadigan chaq emas. Har ikki taraf darhol qaytib, urushni to'xtatib, uyinglarga taqab ketinglar. Xondanlikning farmonini kutinglar. Bu xonning o'zining amri. Kim bo'ysunmasa, jazo beriladi. Ilik ozroq o'ylab qo'shib qo'ydi. Farmondan ilgari tariqchilarni taq qilib chekishkin bo'lmaydi. Ilikning oxirgi so'zini anglab, buvoyning naguloliga ko'tarilgandek bo'ldi bo'lg'ay, uning horg'in chiroyiga ozroq qon yugurdi. Biz xonning amriga bo'ysunamiz. Buvoy xazinichi bilan bakka qarab dedi. Biz nomratlar, endi bo'zak bo'lmaymiz. Bay
bir nima demoqchi bo'lib umtalgan edi, xazinachi uning g'o'donshidi. Xonning amriga bo'ysunmoq kerak, bek. Bog'ay bilan bey o'z qo'shinlari tarafga mangdi. Bey o'ylaydi. Xonning amrini ijro qilmaslik jinoyat. Lekin bugun ajab ish o'ylagan joydan chiqmaydi-ku. Xazinachi nemanchi g'amkin. Bizni yaqilab, biror ig'izmi so'z qilib qo'ymadi-ku. Ajab bu ilgirki surlik o'lchiga o'xshamay qoldi. Bir gap bor. Agar u o'lchilikdan tushib ketsa, yo'q, Xudo saqlasin. Undaq bo'lganda amal mansablarimiz bilan, butkul mol-mulklarimiz bilan qo'shilib vayron bo'lib ketamiz. Nima degan dahshatlik. Xon xazinachiga xopi bo'lganmikin tong. Beyning o'yi amaliyotga yiqilishib keldi. Xon xazinachiga qattiq koyigan edi. Agar tarixchilarning yana qini to'kildigan bo'lsa, siz javobgar, deb ogohlantirgan edi xon oqshom. Oqshom avatilgan bovoyning chaparmini tun 20da berib, ilikka ahvolni aytgandan keyin u chaparminni boshlab darhol o'rdiga borgan edi. U xonga ahvolni aytdi va chaparmanni tafsiliy so'zlab berishga taklif qildi. Chaparman avval huduqib so'zni aplashtirolmadi. Xon o'ltiring, oldirmay so'zlang, degandan keyin voqeani bir-birlab so'zlab berdi. U keyin shundoq hayajonlanib, tarixchisiga so'zlab ketdiki, shu chaqda u xonnimi, o'rdinimi yodidan chiqarib qo'ygan edi. U etiz beshida odoshlariga biror ichinishliq hikoya so'zlab bergandek qo'shimlarini turib, qo'llarini shiltib, birdam qopib, birdam o'ltirib so'zlaydi. Ilik uningga zo'qlanatdi. Bo'g'raxon bu tarixchi o'g'lining texi peshonasidagi, qo'llaridagi, yirtiq mato ko'nglaklaridagi qon yo'qindilarini surtishga ulgurmagan sodiq qiyofatiga echinish bilan nazar silib, uning qat'iy, o'tkir so'zlarini diqqat bilan angladi. Uningga savol berishga o'rin qolmagan edi. Chunki uning so'zlarida qilchi gumonlanadigan yer yo'q edi. U haqiqatni so'zlaydi. Xon o'ychan qopib, dalondagi qaroqchisini qishqardi. Tarixchi cho'chib o'rnidan qopdi va ilikka andishilik qaradi. Ish chatoq, bayqab so'zlamay tugishib ketding-a, gadoy. Bu xon tursa, bu yer sening xomonliqing bo'lmasa, danqon puti gap qilaverib, to'ya gadoy endi, deb o'ylaydi u ichida. Keyin ilikning qo'rqma degan sharitini ko'rib, yuragining do'pildishi pasaydi. Ras, ilik ustoz bog'u. U yo'lda kelib etib, bo'lgan ishning hammasini xonga qo'rqmay so'zlab ba degan emas miydi? bu kishiga choy tomoq berib dam oldiring, dedi xon eshik oldiga kirib, farmon kutib taxt turgan qaroqchiga. Keyin chaparmanga qaradi. Ish ayon bo'ldi. Siz damilang. Qadoshlaringizdan andishi qilmang. Tarixchi xonga va ilikka beshi yerga takkudek egilib ta'zim qildi. U qaroqchining oldiga borganda, "Ko'rdingmi?" degandek uningga ko'z qisib kulimsirab qo'ydi va maydisini ko'tirib, uning bilan chiqib ketdi. Sutuq Bo'g'raxon darhol uchlik halqining a'zolarini chaqirib maslahatlashdi. Hammaylan tang ahvolning jiddiy ishkanligini, nohaq qon to'kishga chidamay isyon ko'tirgan tarixchilarni qo'g'dash va yordam qilish lozimligini bildirishdi. "Hamma gap xazina ichida", dedi Arslan. "U oqshom voqeani anglabla, rahim qilmay bostirishga Poltebekka buyruq beribdi." Xon boshqa o'lchilarni yig'di. Arslan ahvolni ularga aytib, maslahat so'rgandan keyin go'yi o'lchilar, "Yo'l qo'yishga bo'lmaydi.
Bu gadaylarning xalqimizga qarshi isyon ko'tirishi. desa, goyilar bu xonadonligimizga emas, xalqimiz nomidan zulm silayotgan azguchilarga qarshi isyon. Haqli harakat qo'llash kerak, deyishdi. So'radi Sutuq Bug'raxon tekin og'ichiga sinoq nazar bilan qarab. Kechirgaylar ulug' xonim. Baglar tarixchilarni azgan bo'lishlari mumkin. Biroq u gadaylar mo chekidan eshib ketdi. Ularning adibini berib qo'ymasak bo'lmaydi. Bu ish oxiri xonadonligimizga berib taqaladi. Ha? Gadaylar chekidan eshib ketdimi? dedi ilik xafa holda. Yoki sizning baglaringizning kaltaklari ko'payib ketdimi? Namratlarni hayvondek dumbalab ishiltishga, uni ozlab yana xohlagancha o'ltirishga bo'lamdikan? Boda qishning qandoq tug'ilganligini bildingizmi, janobi og'chi? dedi xon ochiq kelib. Och zor, kesal bir bovoyni kaltaklab o'ltirversa, yana uning o'g'li gunohkor bo'lamda? Xo'p, kim haq, kim nohaq? Buni keyin so'zlashimiz dexe. Siz ilik ustoz bilan berib, cheriklarni chekindiring. Agar yana qon to'kildigan bo'lsa, siz javob qilasiz. Shunda qilib, bugun atiganligi ilik ustoz xazinachi bilan ovatga chiqqan edi. Sutuq Bug'raxon tarixchilar to'plami voqeasini texi bir taraf qilishga ulgurmagan edi. Yana yangi voqea chiqdi. Uning yog'iylari Bug'raxonga yana shoh berdi. Qenisini ko'rib boqayli demoqchi edi ular. To'polon voqeasini qandoq bir taraf qilish to'g'risidagi o'rda muzokarasi 2 kun davom qildi. Fikrlar birdek kelolmadi. Asosiy ixtilof kimni ayblash masalasi edi. Xazinachi taraf to'polonchilarning jazosini berish kerak deydi. İlik taraf haq kimda bo'lsa shuni qo'llash, ayib kimda bo'lsa shuni jazolash kerak deydi. İlik tarixchilarni qat'iy qo'llab, ularning tirikchilik, yer degan tirikini qondirish kerak deydi. Xon ikki orliqda qoldi. Tarixchilarni qo'llash kerak. Haq shularda. Lekin baglarni jazolashmi o'ng'ay ish emas. Ular boyliqqa ega. Yana to'rilar, amaldorlar, cherik boshliqlari bor. Qandoq qilish kerak? Xonish oydimning iliklar tarafga yon besib turg'unni qaramamdigan. Uning so'ziningmi yo'li bor. Demisimi tarixchilarga bak uvol bo'lib ketib boradi. Kengashmening 2 kuni Bug'raxon ilik ustoz boshliq bir nechaylanga bir farmon putki tayyorlashni topshirdi. Uning so'zining mazmuni tarixchilarni yer egilarini ranjitmaslik, madora qilish edi. Iliklar bundoq farmonga qat'iy qo'shilmasimi, xonning qarorini ijro qilishga majbur edi. Atsi tong etishi bilanla shaharda g'ovg'a ko'tarildi. G'ovg'a avval Azim madrasadan boshlanib, bora-bora barliq masjidlarga taraldi. Uzoq o'tmayla butun shaharni qoplab ketdi. Azim madrasining muddarisi Abdul Jabborni o'ltirib qo'yishibdi. Bu ishni tayinliq, xalq bilik yurtidagilar qilgan. Buning orasida odam bor degan mishmishlar. Keyinroq ochiq oshkor so'zlar ulg'ayib, yuqori baldoqqa ko'tarildi. Ulug' olimimizni o'ltirib qo'yishga qarab turg'il bo'lmaydi. Bu ashu dahriylarning ishi. Orqasidagini tepib chiqish kerak. Kishilar voqea yuz bergan Azim madrasasi yoqqa eqishga boshladi. Talpikini peshonasiga besibroq, tarixchi kiyingan 2 yigit kishilar to'pini yerib, oldirab madrasa yoqqa ketib boradi. Ular madrasa o'ylasiga kirganda, o'yla odamlar bilan to'lg'an edi. Supada oq yepilgan jinozada
Abduljabbarning jasadi turadi. Uning cho'risida bir qancha ayollar o'zini urib yig'layotadi. Bir qancha sallilik va sallisiz odamlar shapashlab yuradi. Ular madras yoqqa qaradi. Kishilarmi shu yoqqa tikilishdi. Madras binosidan beshiga yo'g'on salli o'rg'on chorsoqol, salopati kiyingan Shayx Jaloliddin, Bardiboy, bag o'g'li va bir qancha yorallari surlik qiyofatda chiqib, jinoza oldida to'xtadi. Shayx kishilarning ro'yi holatiga bir qarab chiqdi. Ondan motam ohangida so'z boshladi. Ey musulmonlar, mana ko'rib turibsizlarki, Allohning sodiq qo'li, muqaddas islom dinimizning peshvosi, ulamoi Ikrom Abduljabbarni qotillar o'ldirib ketishdi. Bu har bir musulmon uchun ig'ir motam. U qayg'uli qiyofatda to'xtab qoldi va mishildab qo'ltiqidan qo'lyog'ligini ilib ko'zini surtdi. Kishilar orasidami pixildab yig'lashlar paydo bo'ldi. Gohilari ovozini chiqarib yig'laydi. Avu ikki yigit bir-birini sharatlab to'pni yerib oldiga o'tdi. Shayxning qiyofatida bir xil g'azab alomati paydo bo'ldi. U qo'llarini shiltib, soqollarini silkitib so'zlab ketdi. Musulmon birodarlar, Allohu taborak va taoloning sodiq bandisi, Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning jon pido ummati, bizning qadrli ustozimiz Shayx Abduljabbar Alloh yo'lida, din yo'lida shahid bo'ldi. Uni muqaddas dinimizning dushmanlari bo'lgan dahriylar o'ldirdi. Biz ulardan intiqom olmasak, Alloh bizni kechirmaydi mu'minlar. Shayxning bir qancha avjiga ko'tarilayotgan nutqi tuyuqsizda pasiyib ketdi. U to'p orasida biror qo'rqinchli ishni ko'rgandek orqasiga chekindi va Bardiboyni ilgir surib, siz so'zlang degan sharatni qilib, o'zini uning doldisiga oldi. Buningdan hayron bo'lgan kishilar bir-biriga qarashdi. Shayxning ko'ziga ko'ringan dahshat yiliqi ikki yigit edi. Bu yigitlar uningga tonish edi. Jumada xutba o'qiganda, madrasada va'z aytayotganda, uning shayton ko'zlari bu bir jup o'tkir ko'zlar bilan bir necha qitim uchrashgan edi. Bir necha qitim yo'l ustidami ularni uchirtib, cho'chib ketgan edi. Ana shu o'tliq ko'zlar yana paydo bo'lib qoldi. Ularning kiyimlari bugun boshqacharoq bo'lsa-mu, ko'zlar uningga tonish edi. Tajribali shayton ko'zlarining o'z raqibining ko'zlarini tonimasligi mumkin emas edi. Shayx Jaloliddin Bag'dodiy yaxshi so'z qildi, birodarlar, deb so'z boshildi Bardiboy. Biz ulug' o'limoyimiz, ustozimiz Abduljabbarga echinish bilan motam bildiramiz. Uni o'ltirgan qotillarni tepib jazolaymiz. Lekin gap o'ltirguchida emas, orqasidagi cho'ng qotillarda. Bizning din yo'lida jon pido toliblarimiz bultur dahriylar madrasasiga berib qarshilik ko'rsatgan edi. Birsiga mushmu takkan edi. Ular bizdan o'chini oldi. Biz mu intiqom olamiz. Qonga qon, jonga jon. Kishilar orasida intiqom olamiz, qonga qon olamiz degan ovozlar ko'tarildi.
Supuğu yaqin turgan bir top kishilardan bundoq ovoz jiqroq, cho'ngroq chiqatdi. Ularning ichidan o'ttir yoshliq, beshig'i sarpush talpak, ustiga baqasam yaktak kiygan birisi sakrab supuqqa chiqdi. U tomuqini qo'liga ilib, varqirab so'zlab ketdi. Ağilla, o'ylab baqili. Bizning mushundoq bir ustozimiz dahriylar tarafidan o'ltirilsa, biz qarab turmizmi? Qarab turmaymiz. İntiqam olamiz. Biz albatta qarab tura olmaymiz. Bugun bosh kelsak, ati boshqa ustozlarimizni o'ltirdi. O'gin madras masjidlarimizni chaqirdi. Ondan Xudoning sodiq bandalarini birini qo'ymay qirdi. Biz qarab turmayli. Bizning ulug' xaqonimiz Bug'roxon odil podshoh. Biz shahidning jasadini ko'tarib, o'rdiga borayli. U kishi bizning talablarimizni yerda qo'ymaydi. Bo'ldi, xonga borayli, degan varqirashlar ko'tarildi. Supi oldida turgan tolib siyoqida kiyingan yoshlar sakrab chiqib, jinozini ko'tarib pastga tushishdi. Oldida bir qanchisi po'sh-po'sh qilib yo'l ochdi. Jinozining atrofini kishilar o'rab mangdi. O'lguchining tuqqanlari jinoza oldida yig'lab mengishdi. Ular shaharning cho'ng ko'chalarini bir aylanib, o'rda oldiga mangdi. Odamlar borgan sari ko'paydi. Ular kelganda o'rda qo'voqlarida, xolliq bilik yurti atrofida qurolliq cheriklar sanjoq turishadi. Buni ko'rib, agash kuchlarning ba'zilari ketib qoldi. Buning bilan namoyishning boshlamchilari aymindi. Lekin ularmi bo'sh kelmadi. Ular jinozini o'rda qo'voqi oldiga qo'yib varqirashdi. Qonga qon olamiz. Ulug' xonimizning musulmonlarning ko'z ishini surtishini tilaymiz. Qotillarga jazo bersin, degan varqirashlar chiqib turdi. Ular xeyli varqirashgandan keyin o'rda og'isi Borisbek o'rdadan chiqdi. Uning chiqishi bilan varqirashlar texmi kuchaydi. U bir oz kutib turib, maydon jimig'andan keyin so'z qildi. Yorallar, odam o'ltirish to'g'ri emas. Haqiqiy qotilni tepib, uningga cho'qim jazo berish kerak. Ulug' xonimiz sizlarni uyinglarga qaytib, javob kutishinglarni topshirdi. Shahar tinchlikni buzmaslik kerak. Ish cho'qim aniqlanadi. Qaytinglar. Yana bir muncha kishilar osta-osta orqalariga burilib, maydondan chiqib ketdi. Ularni ko'rib, boshqalarmi agashdi. Eliqi toliblar yana varqiraydi. Tolib siyoqidagi bir sallalik tez qadam tashlab oldiga keldi va o'rda og'isiga qarab, Cho'ng qotil ilikka jazo berilsin, deb asabiylarcha varqiradi. O'ylab so'zlash kerak. Kishiga tuhmat qilishga bo'lmaydi, dedi Borisbek uningga ogohlantirib. Mana bu nimiga? Ilikning nomi o'yilgan bu qonli xanjarga nima deysiz? dedi u tolib g'azab bilan va lotig'i o'ralgan qonli xanjarni Borisbekka sunib. Kishilar hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Xanjarni mangba, dedi Borisbek va ilib qarab, ilikning xanjar ishkanligini ko'rib ajablandi. Bir o'yin bor deb o'yladi u. Keyin kishilarga ish aniqlanadiganligini va qaytishlarini aytdi. O'rda og'isi qayta tushundirgandan keyin kishilar oziyib, maydon bo'shab qoldi. Oldidagi bir to'p kishilar varqirg'oncha o'rda qo'voqining palampiga yiqilib borgan edi. Ikki yondagi cheriklar ularni qisib keldi. O'rda og'isi gap so'zsiz ularga tikilib turadi. Oldidagi toliblar
va ular bilan billa bir to'p kishilarla qoldi. Birdamdan keyin ularmi oldi kayniga qarab beqib, jinozini osta ko'tirib, o'rdi oldidan chekindi. 2-3 kun ichida yuz bergan ikki cho'ng vaqa Sutuqbug'raxonning bosh qetinchisini oshirdi. U buningsizmi xeylidan beri al ishini cho'nqur o'ylab kelmoqda edi. Qaraxoniylar xondonligi borgan sari ulg'aydi, kengaydi. Alda birlik kuchaydi. O'qish, oqortish ishlari xeyli o'sib qoldi. Davlat birligimi kuchaydi. İlik xonliqlar va boshqa xonlar Sutuqbug'raxonni qo'llaydi. Oymoq, kentlar farmonga bo'ysunadi. Sutuqbug'raxonni alohida xush qiladigan yana bir ish Quchu Uyg'ur xondonligi bilan Mochin xondonligi Qaraxoniylar xondonligini qo'lladi. O'zaro qarindoshlik, ittifoqlik, samimiy do'stlik o'rnatildi. Bu ahvollarni o'ylaganda Sutuqbug'raxonning ko'ngli xeyli ko'tarilib qoladi. Ammo ishning yana bir yoqini o'ylaganda uning ko'ngli yerim bo'lib qoladi. El ichi degandek tinch emas. Tarixchilar bilan yer egalari orasida, xalq bilan amaldorlar orasida zidlik kuchayib qoldi. Diniy ziddiyatlar tugimadi. Paravollik texi töven. O'qish, oqortish ishlarining taraqqiyoti ko'ngildagidek emas. Chat yog'ining besib kelish vahimasi kuchaydi. Chatning hujumiga taqobil turish uchun davlatning ichki ahvolini yaxshilash kerak. Chatning hujumidan saqlanishda emas, u yoqqa berib, Somoniylar zulmi ostidagi turk uluslarini qutqizish kerak. Cherik kuchi texi buningga javob bera olmaydi. Yana davlat xazinasi. Bug'raxon tarixchilar qo'zg'olondan keyinla o'rdadagi ba'zilarning chat bilan bog'langan suiqasdini o'ylab g'azablandi. Oqshom Kanjiboyning bergan axborotidan ma'lum bo'ldiki, yog'iyning o'yini o'zliksiz davom qilib etibdi. Ish mundoq bo'pti ekan. Bultur xonlik bilik yurtiga hujum qilishga yengilgandan keyin Shayx Jaloliddin yangi suiqasd tayyorlagan ekan. Qasd ilikni yo'qotish uchun harakat qilish bo'pti. Uni yo'qotmay o'rdada ustunlik olg'ili, xazinachining yuqori huquqini tikligili bo'lmaydi. Lekin ilikni yo'qotish oson emas. Kishilar uni yoqlaydi. Oxir chor tepildi. O'z murtining qo'li bilan tunjuq turish. Bu obdan chora, eplik chora. Dedi shayx ko'nglidan xush bo'lib. Keyin u bu chorini intayin maxfiy ilib berish lozimligini o'ylab, xazinachidan boshqa kishiga aytmaslikka qaror qildi. Xazinachi albatta qo'shildi va shayxning ishbilarmonligini maqtadi. Ammo ish qat'iy fosh bo'lib qolmasligi kerak deb ogohlantirdi. Shayx va'da berdi. U xazinachidan o'zining ixtiyoriga kuchlik, og'zi ching ikki odam berishni talab qildi. Xazinachi rozi bo'ldi. Shayx Qashqarda paydo bo'lgan kunlardan boshlab qassob polvonga ko'zi tushgan edi. Indaki kelsila ishga yaraydigan odam deb o'ylaydi u. Keyingi kunlarda polvonning 5 namozdan, jumadan qolmay masjidga kelib turganini ko'rib, uni o'ziga tortishga boshladi. Uningga ruhoniy mehribonlik ko'rsatdi. Polvonmu shayxni yaxshi ko'rib qoldi. Uni bak hurmat qiladigan bo'ldi. Shayxning taklifi bilan uyiga berib, salom berib, nasihat anglab turadigan, go'yida qo'y go'shining obdan joylaridan
nesiva opirib berib, duo ilib turadigan bo'ldi. Shuning bilan polvondagi sodda dindorlik va Alloh yo'lida fidokorlik shayxga bo'lgan ixlos borgancha eshiverdi. Shunday qilib, shayx ko'zini bog'lab tayyorlagan bu burkutni birinchi qilib xolliq bilik yurtini chiqish ishiga silib ko'rdi. U shayxning o'ylagan yeridan chiqmadi. İlikki mush otdi-yu, lekin ilikning ikki ig'iz so'ziga erib ketib, uningdan kechirim so'radi. Uyiga berib to'vi qildi. Polvon ilikki Abduljabborning bilik yurtini chiqish qasdini so'zlab berib etdi va o'zining oldanganligini iqror qildi. Ilik bo'lsa, chora qilish tugul uni hurmatladi. Ular do'st bo'lib qoldi. U ilikning uyiga kelib turdi. İlik uni issiq qarshi oladi. Endi yomonlarga aldanmaslikni jekilaydi. Polvon ilikni rostilla yaxshi ko'rib qoldi. U ajab ulug' odamkan. Alloh mushundoq odamlarni jiqroq yaratsa bo'lmamdikin-a, deb o'ylaydi. Uning nazarida ilik avliyoga o'xshaydi. Polvon ilikni har qitim ko'rib, uning mehribonligini his qilganda, bu ulug' odamga mush otqonligiga nomus qiladi va yer ostidan mushti tekkan ilikning peshonasiga, sungan tishiga qarab qo'yadi-da, bu avliyo uchun jinim fido deb o'ylaydi. Bu yil Qurbon hayitda polvon bir semiz paqlonni o'shnisiga ortib, ilikning uyiga haytlab keldi. Ishborgul bilan hammacha paqlonni qaytirib ketishni eshitsa-mu, polvon gap qilmay, qo'llarini qovushtirib, beshini egib turib oldi. İlik ustoz kelib qilib ahvolni uqdi. Uni uyga boshlab kirib, choy qo'ydi. U polvonning ra'yini qaytarmaslik uchun paqlonni qabul qildi va biror sovg'i bilan yondirishni o'ylab uyga qaragan edi. Tomda esiqliq xanjarga ko'zi tushdi. Bu xanjarni yangi sorliq bir pichoqchi do'sti sovg'a qilgan edi. Uning sepiga ilik ustozga degan so'z chekib so'qilgan edi. Ilik xanjarni ilib kelib polvonga sundi. Qassob pichoqqa amroq-ku, sizga xotiri bo'lsin, dedi. Polvonning xushliqi ishchiga sig'madi. U qizirib ketdi. Qopib, yerim egilib tozim qildi. Shuningdan keyin polvonning ilik ustozga bo'lgan ixlosmanligi teximi oshdi. U ilikni seg'ingan chog'larida tomda esiqliq turgan xanjarni ilib, to'psini surtib, oylantirib qarab, yana esib qo'yadi. Bir kuni xotini uy tozalayotganda xanjar tomdan tushib ketgan edi. U shunda xafa bo'lib, xotiniga mush ko'tirdiki, agar uyga mehmon kelib qolmaganda, bu mush bilan xotinining holi qandoq bo'ladi ekan? "Bilamsan, galvon, bu ulug' kishi bergan tavarruk", dedi u va ko'tarilgan mushtini tushirib, xanjarni joyiga osdi. Keyin mehmonni qarshi olg'ili o'ylig'i chiqdi. Shayx polvonning ilikka sodiq murt bo'lib bog'langanligini allaqachon bilgan edi. Bir kuni polvon uyiga kelganda sinab, "Polvon, ilik ustoz sizga mehribonga o'xshaydi. Bu siz uchun sharaf, u ulug' odam", deganda polvon, "Ulug' bo'lmaychi, dunyoda oshundoq obdon odamdan yana birsi bor desa, men ishonmayman", dedi. "So'zingiz bak to'g'ri", dedi shayx ko'zlarini qisib, uningga yer ostidan qarab. "Lekin oshundoq dono kishiga mush etib qo'yganingiz yaxshi bo'lmadi-da." Polvon qizirib o'ng'aysizlandi. "U vaqtda Abduljabbor meni aldab ketgan. Ustoz meni kechirdi", dedi. Shayx
fursatni g'animat bilib, darhol qarmoqni tashladi. Bilamsiz polvon, yana shu odam ustozning jinini olmoqchi. Ha? Shundoqmi? Dedi polvon va cho'chib o'rnidan turib ketdi. Nima dedingiz? Kim? Qanday qilib? Yana shu sizni mush otqizgan odam. Bu da mush bilan emas, pichoq bilan. Men ustozni jinim bilan saqlayman. Menga ruxsat qilsizlar, shayxim. Men ustozni o'ldirmoqchi bo'lgan ishning kallasini olaman. Barakalloh. Janobi Haq Taoloning dono bandisini qo'g'dash yo'lida bundoq jon pido bo'lgan kishini u o'z dargohida saqlag'ay. Polvon o'zini unutgan darajada g'azablandi. U xuddi hozirni berib Abduljabborning kallasini idishga tayyorlanganga o'xshaydi. O'tiring do'stim, dedi shayx. Men sizning g'ayratingizga qoyilman. Oldirashqa bo'lmaydi. Vaqti joyini tanlash kerak. Ish aplik bo'lsin. U kishini qo'g'dash kerak, o'zimizni saqlash kerak. Xo'p, shayxim. Men o'zlarining so'zini anglayman, dedi polvon ozroq joyiga tushib. Lekin ustozni o'ldirmoqchi bo'lgan odam avliyo bo'lsa-mu, uning kallasini olmay qo'ymayman. Ha, balli, bek yaxshi, dedi shayx polvonga beshini egib. Vaqti yetganda men sizga xabar qilaman. Aslida shayx Jaloliddin obdonroq tayyorlanib, fursat kutmoqchi edi. O'ylamagan yerdan ushtumtut tarixchilar qo'zg'olonga chiqib qoldi. Endi bu vaqtni g'animat bilish kerak bo'ldi. Gadoylar peshvosiga nayza urib, xonga besim ishlatishning fursati kelgan edi. Burkitmo tayyor edi. Qo'zg'olonning ertasi kuni shayx xazinachi bilan maslahatlashib, uni o'zining chorasiga ko'ndirdi. Kechki shayx qassob polvonni chaqirib, vaqt keldi dedi va chorini joyini aytib berdi. Polvon ikkilanmasdan qabul qildi. U uyga qaytib pichoq izladi. Tomdagi xanjarga ko'zi tushganda, "To'g'ri, ustozga qasd qiluvchi shaytonning kallasini ustozning xanjari bilan idish kerak", degan qarorga keldi. U xanjarni ilib, oshxonadagi yo'g'on bilagiga bilashga boshladi. Tun 20 bo'lganda, kechidagi oyning yo'riqida polvon otlandi va tom bo'ylab yurib ketdi. Hamma yoq jimjit. Yolg'iz polvonning avaylab bosgan oyoq ovozlari shipildab anglanib turadi. Oxiri u Azim madrasining temi orqasida paydo bo'ldi. Oy yo'riqida uning tomdan yomishib, u yoqqa tushib ketgani ko'rinib turadi. Polvon osta kelib, hujurning orqa panjarasi to'yida o'ltirdi. Ozroq demini olgandan keyin beshini ko'tarib qaradi. Panjardan tushgan oy yo'riqida o'ngdisiga yetib uxlayotgan Abduljabbor ochiq ko'rinib turadi. Uning xo'rak tortgan ovozini anglanib turadi. Polvon panjarni ishtirib baqsa, echilmadi. U panjarni birni uribla sondirib, sakrab uyga kirdi-da, o'diqib nima qilishni bilolmayotgan Abduljabborni dum besib, uning sallisini og'ziga tiqdi. Belidagi chegi bilan avval qo'llarini, keyin putlarini mahkam bog'ladi. Ondan Abduljabborni yeni yotqizib, tizi bilan beliga dastsidi. Uning soqoli bilan qo'shib, engigidan qarmab, beshini orqasiga qayradi. Ondan xanjarni belidan oldi-da, Abduljabborning oliyib turgan ko'zlariga qarab, "Do'zaxga yo'l bo'lsin ishning bolasi", dedi.
Xuddi qurbonlik qo'y bo'g'izlagandek xotirjam holda Allohu akbar deb xanjarni Abduljabborning bo'g'ziga urdi. Etilib chiqqan qon tomga chochirdi. Abduljabbor tipirlab, xirqirab, keyin jimib qoldi. Polvon bir nemining shapisini anglab, o'zini panjiraga otganda, belidagi xanjar tushib qoldi. U tomdan otlab tushganda, ko'zida chaqmoq chaqqandek bo'lib ketdi. U nima ish bo'lganini bilmaydi. Polvon esiga kelganda, bir uyning ichida karvatda yotganligini, oldida ikki yigit qarab turganligini ko'rib, hayron qoldi. U o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'lgan edi, beshi zing'ildab og'rib bo'lolmadi. "Qo'zg'almang, polvon", dedi bir yigit. "Beshingiz qattiq yarador bo'lgan." Yigit uningga ahvolni aytib berdi. Madrasaning orqasidagi yo'lda bu ikki yigit o'tib ketib borsa, ikki odam ho'midab, hosirab, tog'orda ig'ir bir nimani ko'tarib ketib beribdi. Yigitlar bir ish borligini pamlab, to'yiqsiz hujum qilib, ovi ikkisini urib, yiqitib, qo'llarini bog'labdi. Tog'orni ossa, polvon chiqibdi. U gap qilolmabdi. O'ysiz ekan. Ko'chining neresidan ikki qaroqchi qishqirib, ovi ikkisini elib ketishga buyuribdi. Polvonni bo'lsa, shahar qaroqchi mahkamasiga elib ketibdi. Polvon anglab hayron bo'ldi. Sizlar meni o'ldirmoqchimi? Men ustozni o'ldirmoqchi bo'lgan Abduljabborni o'ldirdim. Ustoz sog' qoldi. Men o'lsam mayli, dedi-da, yana hushidan ketdi. Keyin hushiga kelib, polvon ahvolni to'liq so'zlab berdi. Ish oydinlashdi. Qaroqchi mahkamasi suiqasd ishiga chora qilishga ulgurmagan edi. Bomdod namozdan keyinla namoyishchilar ko'chaga chiqib ketdi. Qaroqchi boshliqlarimi shu ish bilan bo'lib ketdi. Kanjibek ahvolni uqdi. U shu oqshimi Shayx Jaloliddinni tutdi. Ondan Bardaboy bilan boy o'g'lini tutdi. Kanjibekning uzundan beri ko'zi tishi bo'yicha qilgan gumoni to'g'ri chiqdi. Qo'y terisiga o'ralgan bo'ra oshkor bo'ldi. Lekin buning o'rnida bir tiriki bor edi. Bu tirik xazinachi edi. Kanjibekning bir o'lchini tutish huquqi bo'lmaganlikdan uni xonning qaror qilishiga qoldirdi. Sutqubug'raqon yog'ining yoshirin saqlanib turishiga g'azablandi. Lekin ularning o'zini fosh qilganligiga yana xush bo'ldi. Bug'raqonning do'stlari bu yomon ish ham yaxshi ish bo'ldi deyishdi. Mana shunda qiyin, chegish ishlar Sutqni qiynaydi. U o'ng so'ldan cho'ng ikki tog' qistab kelayotgandek, yuqorisidan ko'zga ko'rinmaydigan qandoqdir bir dahshat besib kelayotgandek his qiladi. Yaqinqa voqealar bo'lsa, bu besimni kuchaytiradi. Qandoq qilish kerak? Bu savol Sutqubug'raqonning ko'z oldidan zodi ketmaydi. Biriga javob topsa, yana biri keladi. Bu qitim bu savol uningga ilgirkidan qattiqroq qo'yildi. U bir necha kundan beri tuzuk uxlay olmadi. Chora tepish kerak, deb o'yladi u. Ya yo'l tepib hamma ig'ir yukdan qutulish. Ya bo'lmasa, shu tog'lar orasida mijilib tugash kerak. Yo'q. Tugab ketishga hargiz bo'lmaydi. Bu sening tugishingla emas, elning tugishi bo'ladi.
Çoqum yol tepiş gerek. Çare tepiş gerek. El var, köç var. Sutuq Buğraxon oqshom tun yerimidila Uyg'urish halqisining a'zolari Arslanbek va Ilik O'lchini qishqirib maslahatlashdi. Uyda dam ilayotgan ustoz Bilgi Tekinnimi maslahatga taklif qildi. Xonish Oydin, O'rda og'isi Borisbek, To'g'rilbek va Qilishlarmi qatnashdi. Shu topda oqshom to'xtab qolgan majlis davom qilmoqda edi. Sutuq Buğraxon xeylidan beri o'zining alning ishki toshqi ahvoli to'g'risida o'ylaganlarini, yaqinqi voqealar qiyinchiliklarni ko'paytganligini va qiyinchiliklarni cho'qim hal qilishga niyat bog'liqligini aytib, Niyat qo niyat. Lekin qandoq choralar bilan bu qiyinchiliklarni bo'sib o'tib, ko'zlagan niyatga yetkili bo'ladi. dedi va do'stlariga umidvorlik bilan nazar soldi. Bu masalalar Sutuqning do'stlarimi o'ylashib kelayotgan alning cho'ng ishlari, murakkab, qiyin masalalar edi. Bilgi Tekin uyda dam ilish vaqtlarida ko'proq o'ylaydigan. Bultur Sutuq Buğraxon bilan ko'rishganda o'ylaganlarini aytgan edi. Arslan bilan To'g'ril cherik ishlari yiqidan jiqroq o'ylaydi. Xonish Oydin bilan Qilich chatning hujumiga qandoq taqobil kelish to'g'risida o'ylaydi. Ilik O'lchi bo'lsa, ishni tubdan hal qilishni o'ylaydi. Bu 2 kundan beri ularmi jiddiy o'ylashdi va fikr elishdi. Ishni taktidan o'ylash kerak, dedi Ilik jimjitlikni bozib. Ul ching bo'lmasa tam turmaydi. Yiltizmi suv ichmasa, daraxt qurib qoladi. Yer masalasi tüplük masala. Ko'p yer egillarining bir qism yerlarini tortib olib, yersizlarga berish kerak edi. Yersizlarmi o'z yerlarida o'z uchun ishlab qo'saq boqsin. To'g'ri gap, dedi Bilgi Tekin oqsoqollarini silab. Bu to'g'rida xeylidan beri o'ylashdik. Tarixchilar zulmga chidamay ko'tarildi. Yog'i bo'lsa, suiqasd bilan xonadonlikqa besim ishlatmoqda. Ular nemishqa Ilik ustozni nishonladi. Ilik ularning jonijon manfaatiga chetiladigan ko'z qarashlarda bo'lganligi uchun ular o'zlarini oshkorladi. Bir ikkisining dakkisini berib, bo'ldi qilmaslik lozim. Amdi tüplük o'zgarish paydo qila oladigan bir qarorga kelish vaqti keldi. Ilik ustoz aytgandek, alning o'lini chingitish kerak. Qisqasi, al tuzumida bir cho'ng o'zgarish qilish. Arablar so'zi bilan aytganda islohot qilmoq kerak. Sutuq Buğraxon qo'shimlarini turib, cho'nqur o'ylab o'ltiradi. Boshqalarmi o'yga tushib qoldi. Bu rostilla bosh qotirdigan cho'ng ish edi. Kichik ish emas, deb o'ylaydi Sutuq Buğraxon. tuzumda o'zgarish qilish, o'zgartish, yer egillarining yerlarini tortib olish, pullarini tortib olish. Bölüp berishqa oson gap. Lekin ular beramdi. Navodi bamischu. Zo'rliq bilan tortib olsang, ulardan ayrilib qolmamsan. Tortib olish, bo'lib berish obdan chora. dedi Xonish. Kuch ishlatish kerak. Chatning paylaxchisi Sheyx bilan uning ichki sherikini tutishi yetmaydi. Ularning o'rdidagi ko'ni terikini cho'qim yo'qotish kerak. Elish berish, tangshash uchun davlat farmoni chiqarish. Agar bo'ysunmasa, jazo berish kerak. Xonish bir oz o'ylab olib,
so'zini davom qildi. Yer egillerge muvafiq qaldırış gerek. Qanchalik elib, qanchalik qaldırış gerek. Kimge qancha berish gerek? Bu obdan o'ylaydigan ish. Sutuq Bo'raxon o'ychan holda fikrlarni anglaydi. Ular qilich bo'yniga tagmigicha tan bermaydi, dedi Arslan. Ulardan qo'rqsaq, ko'pchilikdan ayrilamiz. Kimdan qanchalik elish, kimga qanchalik berishni o'ylashgan yaxshi. Meningcha, avval cheriklarga, cherik o'ylarga, qo'shindan qaytgan cheriklarga berish, yeri oz cherik boshlariga berish kerak. Cheriklarning ko'pchiligi gadoy bolalari, ular jon tikib alni qo'g'daydiganlar. Ularning ko'ngli tinch bo'lmasa, davlatdan rozi bo'lmasa bo'lmaydi. Cheriklar o'yi, bola chaqalardan ko'ngli orom topsa, cherik kuchimiz ching bo'ladi, deb qo'shib qo'ydi To'g'rilbek. Qilich boshqalarning so'zlariga qo'shiladiganligini bildirgandan keyin dedi: Hozir aldi zit cho'ng. Boylar, gadoylar ikki taraf. Cheki o'choq. Davlat qaysi tarafda turadi? Cho'qim budunning eng ko'p sonini tutgan. Boylarni, bizni, davlatni beqivatgan tarixchilar, hunarvanlar tarafda turish kerak. Bu tuplik ish. Shunda qilganda budun rozi bo'ladi, bizni yoqlaydi. Ozchilik norozi bo'lib bizga qarshi bo'lsa, buning karoyiti chaqliq. Yo'lanchikimiz ching bo'lsa, qo'rqquliq emas. Do'stlarining fikrlarini anglagandan keyin Bo'raxonning chiroyi echilgandek, memisidagi chegish yeshilgandek bo'ldi. Obdan so'zlar bo'ldi, dedi Bo'raxon. Oldimizdagi yog'iga qarshi turaylik. Ishni tigitakdan hal qilish, tuzumida o'zgartish qilish, barlardan ilib yo'qlarga bo'lib berish. Bu bak obdan fikrlar. Shunda qilaylik. Hozirgacha besishmi, yo'lashmi bo'sh bo'ldi. Endi qattiqroq besish, obdanroq yo'lash kerak. O'lini kuchaytish, binoni qo'g'dashning tuplik yo'li. To'g'ri gap, to'g'ri gap. Bo'raxon bir oz o'ylab olib, so'zini davom qildirdi. Biz ko'pchilik budun tarafda ham cheriklar tarafda turamiz. Lekin boylarni tashlab o'tishga bo'lmaydi. Ular ul bo'lmasimi bir asosiy qo'lshoq. Ular bo'lmasimi bo'lmaydi. Kimdan qanchalik ilib, kimlarga qanchalik berish kerak. Bu yaxshi o'ylaydigan ish. Bo'miz chatoq mushiyadan chiqadi. Meningcha, o'zigimi qoldirish, davlatga, yuqori amaldorlarga, yuqori cherik boshilariga, cheriklarga, ondan nomratlarga bo'lish kerak. Kimga qanchalik ulush tegadiganligini ilik o'lchi, To'g'rilbek, Borisbek va qilishlar maslahatlashib bir fikr tayyorlasin. Xonning fikrlari bak to'g'ri. Shunda qilaylik. Bir fikrmi tayyorlaylik, dedi ilik salmoq ovoz bilan. O'ziga qanchalik qoldirish, kimlarga qanchalik bo'lish kerak? O'ziga kerikidan o'shiq, hatto bir necha hassa o'sh qoldirishqin bo'ladi. Ko'p qoldirsa, ularning hayvasini sundirg'ili bo'lmaydi. Bo'lib berishda davlatga bir qismini qoldirgan yaxshi. Davlat olimchilar bo'lmay, o'zining qo'rsqini ozroq bo'lsa-mi o'zi boqadigan bo'lsin. Uningdan qolganini avval tarixchi, ishlamchi nomratlarga, ondan cheriklarga va cherik boshilaridan yeri, puli ozlarga berish kerak. Davlat arboblari va amaldorlarga bermas kerak. Chunki ular yerijiq, pulijiq odamlar. Ayrim yeri yo'q, puli oz, pari yemaydigan amaldorlar bo'lsa, oz to'lib berishni o'ylasak bo'lar. Qaranglar, do'stimiz Ilik hamisha bizga bigiz sanjig'ini sanjigan, dedi Bo'raxon kulib. Bo'mi yaxshi?
kishi uxlab qolmaydi. Boshqalar nima deysizlar? Boshqalar qo'shiladiganligini bildirdi. Sutuq Bug'raxon rozi bo'ldi. Navbatdagi o'rdi kengashmasi oldidan o'lchi arboblar taxt saroyda jam bo'lib xonni kutatdi. Kishilar jimjit. Qo'rqinch bosqandek yer ostidan bir-biriga qarab o'ltirishadi. Sutuq Bug'raxon chiqqanda ular o'rinlardan qopib boshlarini egdi. Xonish bilan taxtga o'ltirgandan keyinmi hech kim o'ltirishga jur'at qilolmay, boshlarini ekkinicha qo'l qovushtirib turishdi. O'ltirile janoblar, dedi xon va qo'shimlarini turib o'ltirganlarga qarab chiqdi. Ba'zilar ansiz, ba'zilar erkin o'ltirishdi. Xazinachi bo'lsa, qopoqlardan qor yog'dirib, andishlik o'ltirdi. bir necha kundan berki ishlar to'g'risida kengashaylik, dedi xon. Kechirgaylar, ulug' xon, dedi titrab qopib olvon yasoq o'lchisi. Tarixchi gadoylar azvaylab ketdi. Ular olvon to'lashga qarshi baglarga put otmoqda. Yana tig' ko'tirib, to'polon chiqarib odam o'ltirdi. Ondan qolsa, Abduljabborni o'ltirish ishi. Bundaq ishlar bo'laversa, davlatimizning o'rni, danqi qandoq bo'larkin? Mushundoq bo'laversa, yo'l qo'yaversak, davlatimiz xarob bo'ladi, dedi ilik g'azab bilan qopib. Ularning hech nimasi bo'lmasa, olvon qandoq to'laydi? Abduljabborni o'ltirish o'yinining siri ichildi. Bu ishni uyushtiruvchi tanilish kerak. Tarixchilarga olvon yasoq ig'irroq bo'lib qolgan. Uni azaytishga bo'ladi, janobi ustoz, dedi xazinachi o'ng'aysiz o'rnidan qopib qamlashmagan kinoyi bilan. Lekin ularning qo'zg'olon ko'tirishini qo'llashga bo'lmaydi. Ularning nashtri Bug'raxonga qaratildi. Ular kimdan yartalab qilmoqchi? Ularni qo'llashning nega boradiganligini obdan o'ylash kerak. U hiylagar ko'zi bilan ilikka qarab elib davom qildi. Abduljabborni o'ltirishni uyushtiruvchini boshqa yerdan izlab avor bo'lmasi kerak. Qolli xanjar guvohlik bermasmikin? To'g'ri gap, dedi Bilgi Tekin. Ishning tuguni ana shu qolli xanjarda. Xanjar o'yinining sirini oshkor qilish kerak. Ulug' xandonligimiz o'rdisida 20 yillar sahrni chechib kelgan kiylarni o'zidan tutib chiqish kerak, dedi Oydin g'azab bilan. Keyin uning chet yoqiliq yangi piri qopqonga tushdi, deb qo'shib qo'ydi. O'ltirganlar cho'chib bir-biriga qarishib oldi. Gumonliq ko'zlar kelib xazinachiga tikildi. U qo'ynidan yog'liqni ilib peshonisini surtdi va chondirmagan bo'lib dedi. Bak to'g'ri. O'yinning yildizi o'rdida. Uni ko'lab chiqarish kerak. Qandoq dedim, janobi ilik ustoz? Endi yetar, janobi xazinachi, dedi xon salmoq ovoz bilan. O'yinlarni yig'ishtirish vaqti keldi. Bu yangi o'yin emasligi o'zingizga ayon. Sovuqbek guruhining boshlig'i kim? Ko'kyar mingboshi bilan til biriktirib, xonni og'dirmoq bo'lgan kim? Divoni do'stingni yo'shira olamsan? Yangi do'sting keyin Bag'dodlik shayxchi. Makkarlik bilan Abduljabborni o'ltirib, ilik ustozga ortmoq bo'lgan kim? Bu qilmishlarini tana olamsan, ha? Xon borg'oncha qizib so'zladi. Chet yog'i poylaxtisi bilan birlashib,
Xandallıqımızı ağdırışqa uğrungan qılmışыңdan tana alamsan işitdin valisi. Xon Shiraga qattiq mushlab, g'azab bilan varqirdi. Sen yana bizni aldırmakçımısan? Xazinachi taxtning oldiga kelib tiz cho'kdi. Ulug' Xaqanim, men gunohkor. Meni kechirgaylar, Ulug' Xaqanim. Jallat! Ikki jallod kirib, yilinib, yig'lab turgan xazinachini so'rab ilib chiqib ketdi. Saroyni qattiq sur bosdi. Bug'raxon o'zini besib olish uchun bo'lsa kerak, udul qarab bir pas o'ltirgandan keyin so'z boshladi. Biz boşluk qildik. Bularning shaytonligini bilinib turgan bo'lsa-mu, qattiq qo'l bo'lmadik. Savaqni unutmaslik kerak. Biz munda qarorga keldik. Birinchi, chet yog'i payloqchisi atalmış Bağdatlik shayx bilan birlashib, og'dirmichilik elib borgan Tekin Og'chi, Barduboy, Akavurlarga o'lim jazosi berish. Ikkinchi, bu munofiqlarning barliq mulklarini xalqqa elib, bir qism yerlarini ularning qo'l ostidagi tarixchilarga, nomrodlarga bo'lib berish. Uchinchi, bu munofiqlarning qilmishlarini butkul elga jakarlash. To'rtinchi, eldagi tarixchilar, molchilar, cheriklarning tilaklarini qondirish uchun yer, suv, molni tangshash. Beshinchi, xandonligimiz nomidan yer, suv, mol tangshash farmoni chiqarish. Farmonni o'rda og'zi Borisbek o'qib bersin. O'rda og'zi farmonni o'qidi. Hammaylar o'rinlardan qo'pib, hurmat bilan angladi. Qaraxoniylar xandonligi davlatining yer, suv va chorva mol tangshash farmoni. Yer va molga ega bo'lishdagi ig'ir tangsizlik alga ig'irchilik keltirmoqda. Borlarning bakchiq, yo'qlarda yo'q. Cho'ng yer egalari o'zining yerlariga bog'lab olgan yersizlarni, oz yerliklarni haqsiz ishlatib, uning ustiga xohlagancha urmoqda, o'ldirmoqda. Ularning yeri bor, cheriki bor. Nomrod tarixchilar, molchilar do'zax azobiga chidamasdan qarshilik qilmoqda. Tilaklar qo'ymoqda. Davlatimiz tarixchilarning tiriklik, erkinlik, yer degan tilaklarini qo'llaydi. Kishilar o'z yerlarida o'zi uchun emgak qilib, o'zini baqolaydigan, yollanganlar o'ziga loyiq ish haqi ola oladigan bo'lsin. Davlatimiz yer, suv, mol o'tloqlarga ega bo'lishdagi tangsizlikni tangshash uchun mushu farmonni chiqardi. Elish. Birinchi, yer egalarining 100 patmonlikdan o'shq yerlari davlatga ilinadi. Qoldirilgan yerning loyiqidan o'shq yerga so'mi ilinadi. Ikkinchi, chorva egalarining qo'y hisobida 5000 qo'ydan ortiqqa ilinadi. Qoldirilgan molga cherikidan ortiq o'tloqmi ilinadi. Uchinchi, cherik boshlardan, to'rlardan ilinmaydi. Berish. Ilingan yer, suv, mol o'tloqlardan 10dan 2si davlatga qoldirilib, qolg'ini bilib beriladi. Birinchi, yersiz ijorichi, yollanma tarixchilarga uy beshiga 10 patmonlikdan, yeri ozlarga 5 patmonlikdan yer, tegishlik suv beriladi. Ikkinchi, bir cherik uyiga 10 patmon, 10 boshiga 15 patmon, 100 boshiga 20 patmon, tuman boshiga 50 patmon, suv boshiga 100 patmondan yer va tegishlik suv beriladi. Uchinchi, molsiz chorvachilarga 100 qo'y, oz molliqlarga 50 qo'y, chorvachi cheriklar uyiga 200 qo'y, cherik boshlarga 500 dan 1000gacha qo'y ham tegishlik o'tloq beriladi. Boshqa belgilamalar. Birinchi, yer ijara haqqi, jazoni o'simi ozlatiladi. Davlat soliqi, yo'qlardan olmaslik, ozlardan oz elish, jiqlardan
jiq ilish yo'lga qo'yiladi. Har qanday kishining o'z oldiga olmon yasoq ilishiga yo'l yo'q. Ikkinchi, odam urg'uchiga qamoq jazosi, o'ltirguchiga o'lim jazosi beriladi. Yer egilarining ayrim cherik tutishiga bo'lmaydi. Mushu farmonga bo'ysunmaganlarga davlat qonuniga bo'ysunmaganlar qatorida jazo beriladi. Bu farmonni ishga oshirish uchun davlatlik, oymoqlik, yezilik, tangshash tugiliki quriladi. Qaraxoniylar xonadonligining xoni Sutiqbug'raxon To'ng'iz yili 5-oy. Farmonni o'qib bo'lgandan keyin hamma birdek Ulug' xonimizning farmoniga qoyil biz, dedi ta'zim qilib. Yana orda amaldorlarda almashtirish qilishni qaror qildik, dedi xon va qo'liga bir qog'ozni elib o'qidi. Chet el ishlariga yana xonish oydin boshchilik qiladi. Ilik ustoz, bilik oqartish o'ltisi, Borisbek hojib, orda putukchisi, Qilichbek, orda og'isi, Kenjibek, qaroqchi ishda o'ltisi, Burkitbek, og'chi, Erkin, orda qaroq boshi, Qo'shqor, shahar qaroqchi boshi, Cherik ishda o'ltisi, yanala Arslanbek, Subashi, yana To'g'rilbek. Alvon yasoq o'lchiligi, tarix choruvchilik ishlariga o'zgartilib, o'lchilikqa Shirbek qo'yilsin. Hammaydan o'rinlardan qo'pib, ta'zim bilan tugal rozi bo'lganliklarini bildirdi. Biz yoqi Allah bilan inoq turishni xohlaymiz. Samoniylar bilan mo inoq bo'lish uchun jiq tirishdik. Bo'lmadi. O elchilarimizni rad qildi. Elingning tuzini yegaysan halol. Tuzchining oldida bo'lmag'in malol. To'pangdin may uchun yasalsa ko'za, tuzi yo'q tuproqdan tutmagay sapal.